Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, qadrli hamkasblar. Bugun biz sud tizimida joriy yilning birinchi yarmida odil sudlovni amalga oshirish va fuqarolar murojaatlari bilan ishlash sohasida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar va kelgusida hal qilinishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar haqida so'z yuritamiz. Avvalambor bir masalaga alohida to'xtalmoqchiman. Fuqaroning sudga murojaat qilishi bu oddiy huquqiy harakat emas. Bu eng avvalo uning davlatga, qonun ustuvorligiga va odil sudlovga bo'lgan ishonchining amaliy ifodasidir. Shuning uchun ham har bir murojaatni ko'rib chiqishda biz uni raqam yoki statistika sifatida emas, balki insonning adolat izlab qilgan murojaati sifatida baholaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 1-apreldagi aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni mazkur sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Farmonda aholi bilan muloqot samaradorligini yanada oshirish, murojaatlarni ko'rib chiqishda natijadorlik va hisobdorlikni kuchaytirish, muammolarni bartaraf etishda manzilli yondashuvni ta'minlash ustuvor vazifalar sifatida belgilab berildi. Endi fuqarolar va tadbirkorlarning murojaatlariga to'xtalib o'tsam. 2026-yilning birinchi yarmida sudlarga umumiy mazmundagi 64 mingdan ortiq murojaat kelib tushdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3940 taga yoki 5.8% ga kam. Bizningcha mazkur ko'rsatkichni faqat murojaatlar sonining qisqarishi sifatida baholash to'g'ri bo'lmaydi. Bu eng avvalo sudlar tomonidan murojaatlarni joyida hal qilish imkoniyatlari kengayib borayotganini, quyi sudlarda murojaatlar bilan ishlashda maslahat kuchayganini hamda aholi bilan muloqotning samaradorligi ortib borayotganini anglatadi. Xuddi shunday ijobiy tendensiya Oliy sud faoliyatida ham kuzatildi. Hisobot davrida Oliy sudga 7492 ta murojaat kelib tushdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15% ga kam. Bu esa murojaatlarning katta qismi hududlarning o'zida hal etilayotganidan dalolat beradi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, ijobiy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda biz jiddiy e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan masalalar ham mavjud. Tahlillar ayrim hududiy sudlarda murojaatlarning o'sish tendensiyasi saqlanib qolayotganini ko'rsatmoqda. Viloyatlar va unga tenglashtirilgan sudlarga joriy yil birinchi yarim yilligida jami 14779 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yil shu davriga nisbatan 2087 taga yoki 16% ga oshgan. Hududlar kesimida Toshkent shahrida 683 taga, Surxondaryoda 809 taga, Samarqandda 701 taga, Qoraqalpog'istonda 337 taga, Qashqadaryoda 304 taga, Navoiyda 209 taga va Namanganda 179 taga o'sishi kuzatilgan. Hisobot davrida Prezidentimizning virtual va xalq qabulxonalari orqali kelib tushgan 40386 ta murojaatlarning 38233 tasi ko'rib chiqildi. Ularning 75% bo'yicha huquqiy tushuntirish berilgan bo'lsa, 3725 ta murojaat ijobiy hal qilindi. Oliy sud fuqarolar qabulxonasiga hisobot davrida 27152 nafar fuqaro murojaat qildi. Bu o'tgan yilga nisbatan 10.5% ga ko'p. Ulardan 10243 tasidan shikoyat, ariza va xatlar qabul qilingan. 3466 nafari Oliy sud raisi o'rinbosarlari va sudyalar qabuliga kirishgan. 13443 nafari sud majlisi kunini, muqaddam yo'llangan shikoyatning holatini bilish yuzasidan murojaat qilishgan. Oliy sud rahbariyati tomonidan joriy yilning birinchi yarim yilligida 3130 ta jismoniy va yuridik shaxs vakillari qabul qilinib, ularning 2086 nafari bevosita Oliy sud binosida, 814 nafari sayr qabullarda va 230 nafari videokonferens aloqa tizimi orqali qabul qilindi.
Oliy sud rahbariyati tomonidan hisobot davrida Buxoro, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Andijon, Namangan, Farg'ona, Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasida sayyor qabullar o'tkazildi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, bugungi tahlillardan bir muhim xulosa qilish mumkin. Sud tizimida odil sudlovni amalga oshirish va murojaatlar bilan ishlash sifat jihatdan yangi bosqichga chiqmoqda. Biroq biz erishilgan natijalar bilan cheklanib qolish niyatida emasmiz. Shu bois kelgusi davrda barcha darajadagi sudlar faoliyatida quyidagi ustuvor vazifalarga alohida e'tiborni qaratamiz. Birinchidan, sud qarorlari sifatini yanada oshirish va ularni tushunarli hamda sodda tilda ifoda etish. Ikkinchidan, shikoyatlarni keltirib chiqarayotgan sabablar bilan ishlash. Uchinchidan, har bir sudya va sud apparati xodimining shaxsiy mas'uliyatini yanada oshirish. To'rtinchidan, raqamli texnologiyalar, ochiqlik va shaffoflik mexanizmlarini keng joriy etish orqali fuqarolarning sudlarga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash. Biz uchun eng muhim mezon fuqarolarning suddan adolat topib chiqib ketishidir. Aynan shu maqsad yo'lida sud hokimiyati fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash hamda xalqimizning odil sudlovga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash yo'lida barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.